Siz bu shirinlikni aniq yeb ko'rmagansiz. Turkiyada yeganimda mazasi og'zimda qolgandi. Ramazonda yosh qariga birdek yoqadigan, duxovkasiz pishiriladigan osongina retseptni sizlarga o'rgatamiz. Idishga un, shakar, kakao solib, bir xil massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 1 litr sut solib, yana aralashtirishda davom etamiz va o'rta olovdagi gazga qo'yib, yana aralashtiramiz. Ko'rib turganingizdek quyuqroq holatga kelganda sariyog', vanilin solib, nutella holatiga keltiramiz. Ishtaha ochilib ketdi. Bu yoqda esa bolajonlarimizga yoqadigan xohlagan pechenyemizni blenderda maydalab olamiz va listga pergament qog'oz qo'yib, ustidan pechenyemizni yoyib chiqamiz. Ustidan esa tayyor bo'lgan massani quyamiz va uni ham yaxshilab tekislab, xolodilnikka yuboramiz. Kremi uchun esa qaymoq, tvorog, saharni pudra kerak bo'ladi. Hammasini bitta idishga solib, yaxshilab mikserda ko'pirtiramiz. Shunaqa quyuq holatda bo'lishi kerak va albatta tayyor bo'lgan massamizni olib, ustidan kremimizni qo'yamiz va yaxshilab tekislab, yana xolodilnikka yaxshilab qotib olishi uchun yuboramiz. Tayyor bo'lgan massamizni esa kesib olamiz. Ko'rib turganingizdek, biz 8 kishiga mo'ljalladik va roll shaklida yaxshilab o'rab chiqib, ustini xohlaganingizcha mevalar bilan bezatasiz. Shirinligimiz tayyor. To'g'risi mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bir marta tayyorlaysiz va sevib qolasiz. Ayniqsa bolajonlaringiz bilan albatta tayyorlab ko'ring. Ro'za Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin.